Assalomu alaykum. Quyonni qanaqa qilib parvarishlaymiz, domda boqsak bo'ladimi degan savol tushgan ekan menga. Domda bemalol boqsanglar bo'ladi. Katta bo'lgan variant atkilib katta quyonni qo'ydim. Mana shunaqa bo'ladi. Bemalol qafaslarda boqsanglar bo'ladi. Dom sharoitida unaqa ko'p anaqa bo'lmaydi, bulardan axlat tushmaydi. Keyin bir kunda mana shunchadan ovqat yeydi. Bu yerda 100 gramm emas, 75 gramm ovqat turibdi. Bular minerallar shunaqa kam ovqat yeydi. Karliklar o'zi aslida hammasi kam ovqat yeydi. Bolachalari 10 gramm, 15 gramm ovqatlanadi. Sekin-sekin katta bo'lgan sari ularning ham ovqat yeyish anaqasi granulasi sal ko'payadi. Atak eng ko'pida 100 gramm, 75 gramm ovqat yeyishadi. Bolali bo'lganda sal ko'proq yeyishadi. Mana sizlarga juda ham chiroyli quyonimiz, duo qilib qo'yasizlar. Kommentariyada o'z fikringizni qoldiringlar. Yaqin insonlaringizga tarqatib qo'yasizlar. Obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolisa yana zo'r mavzularda gaplashamiz sizlar bilan.